yoshlarga agar biz hali yoshmiz, insight bo'lish uchun aytgan bo'lardim. Quyoshdan erta turish kerak doim. Quyoshdan kech turdingizmi, o'lik odamlar qatoridasiz. Boya aytganimdek, talabalik paytimiz juda aktiv bo'lganmiz. Yerga ursa shunda Marsga sapchiydigan paytimiz bo'lgan. Har kun ertalab 100-200 bet rus tilida kitob o'qimasak bo'lmasdi. Bu odat tarziga chiqqan. Va shu payg'ambarimiz alayhisalom muborak hadislari bor. O'sha ummatimda tongini sahar barakotli qilganda saharda baraka borligini his qilganmiz. Saharda 1 soat, 2 soat, 3 soatda 100-200 bet kitob o'qib qo'yasiz. Kun davomida 21 soat bor. 40-50 oraliqdan o'tmasdi-da. O'shanda tushunganmiz, Pareto samarasi bu yoqda ekan. 80% natija saharda ekan deb. Saharda ko'proq dars qilardik. Kunduz kunlari odatiy talabalarga o'xshab tadbir yurganmiz. Yo'q bu yoqda futbol o'ynaganmiz, boshqa ish ham qilganmiz, televizor ham ko'rganmiz, kino ham ko'p ko'rganmiz. Unda o'ylab qarasam, ba'zi bir biz ko'rgan kinolar shogirdlar hali ko'rmagan ekan. Mana shaxsiy rivojlanish, biznesga oid. Endi bo'lib ham na bu tomonni, na u tomonni ushlamaslik menimcha katta xato bo'ladi deb o'ylayman-da. Shuning uchun o'qishda aniq bir maqsad qo'yib olish kerak. Men doim biror bir ilm yoki yangilik aytsam, manzilini aytaman. Ko'p treninglarda aytdim. Shu Mehrinsof Abdurazzoqova ustozimiz aytdilar, patronlari kelganda deb. Simon Sinek degan odamni Start with Why degan kitobi bor deb gapirdilar-da. Hayotda siz nima ish qilishingiz bir baho bo'lsa 1 ball. Qanday uni qilishingiz 10 ball bo'lsa, uni nima uchun qilishingiz, nima maqsadda qilishingiz bu 100 ball, hattoki 1000 ball degani. Shuning uchun har doim bir ish yoki loyiha boshlashdan avval nima uchun men buni qilyapman degan savolni beringizlar o'zlaringizga dedi. O'sha treningdan keyin men ancha o'zgardim. Har qadamga nima uchun, nima maqsadda degan savol beradigan bo'ldim-da. Bunday olib qarasam, avvaldan bu narsa ichimizda bo'lgan ekan-u, lekin sezmagan ekanmiz. Ya'ni talabalik paytimizda va undan oldin ham biz aniq bir maqsad qo'ymasdan turib harakat qilmagan ekanmiz. Yo kimgadir taqlidan harakat qilmagan ekanmiz. Bu hayotda bitta qoida bor, yo boshqarasan, yo boshqarilasan-da. Yo maqsading bo'ladi, yo maqsad borlarga xizmat qilasan. O'shaning uchun men xohlardim o'zbek yigitlari va qizlarini butun dunyo arenasida boshqaruvchi emas, boshqaruvchi bo'lib shakllanishini.